Assalomu alaykum. Ismoil o'z kanali obunachilar, chorvachi qozlari, qo'ziqchi qozlar. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroy qishlog'ida Optim qo'y markaziga tashrif buyurganmiz og'alar. Xudo xolasa Anvarbek akamiz qo'y filmlagan. Anvarbek akamizda bilasizlar, qo'ydi liderlari, zo'rlari bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ramiz. Biz bo'lmasam videolarni boshlaymiz. Anvar Shoh aka, charchamasdan. Nazaringiz yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Yaxshimi? Rahmat. Hurmatli obunachilar, biz to'g'ridan to'g'ri qo'ylar yoniga boramiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ramiz. Inshaalloh. Ular zo'rlar kutyapti. Anvarbek aka, gap bo'lsin kulmas ekan, lider. Number 1. Ozgina. Maşallah. Hop, aka buni soni nechta endi? 25 dona. 25 dona, 25 bosh qo'zi qo'chqorlar. 25 bosh, o'g'lan. Hammasi qo'chqorlar nima ekan? Bular yosh o'ylik qanaqa aka? 10 oy 11 oy atrofida. 10 oy 11 oy atrofida qo'chqorlar. Barra qo'zlar. Katta qo'chqorlar, o'g'lan. Holatini bilaman. Lekin bor sifati ham zo'r, o'zi ham uylarni olib qo'yilgan. Tayyor, endi bosib tushirib boqaman degan aka-ukalar uchun ertaroq yetiltiraman, uzoq boqmayman, shu 3-4 oy boqaman. Yetiltiraman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Hoji aka, hoji ota, hojonalarimiz, barchalar. Mana shuni etib ko'chib qo'yganda ketadi, dalsh ketadi. Janoblari, haqiqiy, lekin sifati zo'r ekan aka. Aka buni bori narx-navosi, ma'lumotini so'rashdan oldinda aka bitta va'dangizni olaylik. Narxni boshqacha qo'yamizmi? Narxni yengil qo'yamiz. Yengil qo'yamizmi narxni? Qanaqa? Badani ko'chib qolganda mana. Haqiqiy. Dalsh ketaveradi. Bu hali qo'ziga bular. Qo'zi bular. Qo'zi. Buni bo'ybasida o'lchanganmi aka? 85 plus minusga olishi o'lchan. 85 plus minusga olasiz, lekin ekranda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin katta qo'zilar. Haligi mayda bir kichkina qo'zilar emas. Katta yirik qo'zilar. 80 plusga olsin. Mana. 80 metr yo'llarni qo'yib 80 ni qo'yinglar, o'sha 80 ni hisobini olasizlar bahosi. Lekin qo'chqorlar zo'r, bir so'z bilan keling. Hali tish buzgani yo'q ichida. Yo'q. Qo'zi hali. Hali qo'zi tish buzgan, lekin bor uzunligi ham zo'r. Hamma tomonlama kelishgan yaxshi narsalarga xudo. O'z Anvarikimda yomon narsa bo'lmaydi, Optim qo'y markazida. Xudo xolasa. Aka, buni borib hammasini bir joyga olganga soni nechta dedik? 25 dona. 25 donasini bir joyga olaman deganga. Nech bilan qo'yamiz aka? Vaqt 4,5 43 44 qo'ymaylikda, 41 dan shu dastlabkasi Samarqandgacha. Ha, vaqt cho'zib va bo'ladigan. Akalar 4 million 100 ming so'mdan mana 4 million 100 yo'q. 4 million so'mdan bir joyga bo'lsa ketdi. Gap bo'lsin aka. Hurmatli onalar, 4 Lekin million. tanlab olishga plus minusi bor. Tanlab olishga plus minus bor. Buni kelgan narxini bilaman. Konkretni bor, o'zim ham bilasizlar. Akalar pul bo'shashga bo'lyapti, bor. Xotirjam bo'lavering. Tanlab olishga mana plus minusi bor. Optim bir joyga olgan odam yutadi akalar. Olgan odam yutadi. Optim olgan odam yutadi. Hozir 3 oylik, 4 oylik, 5 oylik qo'zilarni ham narx-navoni ko'rishyapti. Hali go'sht yog'iga to'g'ri kelmaydi, boshqa deydi. 3 oylik qo'zi qanday go'sht yog'iga to'g'ri keladi? 3 million nari bergan bo'lsa. O'shada, конечно, akalar. Bu hozir go'sht yog'iga hisoblaganda ham pash to'g'ri kelib qoladi. Bu o'sadi, dal shu yana o'sadigan narsa. Qurbonlikgacha boqqanda bir so'z bilan aytganda yaxshi daromad olib keladi, ha, xudo xolasa. Elinlarni qo'yinglar akalar mana. Haligi erinmasdan shu video qilishga harakat qilamiz. Bu birinchi partiyamizga mana 4 million so'mdan mana dastlabki Samarqandgacha besplatno qilib beriladi. Faqat qo'yga sanaysizlar akalar. Lekin bitta narsani ham aytib o'tib kerakda, albatta oldim, Optim narxida olyapman, 5 ta olyapman, Optim narxida emas. 5 ta 4 ta u ajratib olish Optim narxga kirmaydi. Optim narxga shuni haydab o'tsa, yarimi bo'lsa, Optim narxga kiradi. Avvalo 4 ta 5 tasini ajratib olib video qilib, Optimda bunaqa qo'ygansiz deb ko'pchilik ana qilyapsiz-a. Hop, akalar, 10 tasini haydab olsalaring, mana misol uchun 10 tasini haydab olsalaring. 10 ta emas, mana. Shunday bo'lsa, deylik. Mana Optim narxda ketaveradi. Ketaveradi, akalar.
10 bittasi o'tibdi aka. Bitta ikkita yarim narx berdi ha. Endi akalar oladigan odam bo'lsa, xonanglar tanlab olinglar. Hammani o'zigaligizga bog'liq. Qo'yga qo'shaman, zotga boqib turaman degan aka-ukalarga ichidan tanlab olishlaringni tavsiya qilamiz aka. Zo'rlarni. Bunisi go'sht yo'nalishiga ham bor, zot yo'nalishiga ham bor-da mana. Ishlar qo'yga qo'shgani zo'r bo'ladi. Go'sht yo'nalishida ham bor buning ichida. Zotga olaman degan odamlar zo'rim tanlab oling aka, 5 so'mga qaramasdan. Yo'q, go'sht yo'nalishida boqaman qurbonlikcha 10 ta boqaman, 12 ta boqaman degan aka-ukalar o'rtasida shunday bo'lib o'qib narxda olsalaring yaxshi bo'ladi, sizlarga ham plus bo'ladi xolos. Akalar, bu birinchi partiyamiz bo'ldi. Anvarbek aka, bilasizlar, taniganlar bizdan like, qo'llab-quvvatlab, kommentarlarga o'z fikrlaringizni yozib qoldirsalaring bo'ldi. Akalar, barra qo'zni ko'proq chiqaryapmiz. Imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Bu qo'chqorlar dangaliga oxirgi pakalina desa ham bo'laveradi. To'g'rimi? Kam endi uchramasa, yo uchraydi, endi narxi bilan uchraydi. Narxi bilan-da, to'g'rimi? Tugada deyish yo'q, uchraydi, endi narxi bilan. Bundan bog'i qo'zi keladi, mayda qo'zi keladi. Shuni yarimi keladi. To'ppa-to'g'ri. O'g'lar, endi bundan bog'i mana barra sezon boshlandi, barra sezonga o'tib ketdi. Katta qo'chqor usulingda boqaman, tez yetildiraman degan aka-ukalarga tavsiya qilaman. Imkoniyatdan foydalaninglar akalar. Yaxshi qo'yinglar. To'g'ri, sizlar maza qilasizlar. Ikkinchi partiyaga. Endi xudo xolisa ikkinchi partiyasiga puli yengillardanmi? Puli yengilroqlar. Xudo xolisa puli yengilni ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz. O'tkazmasdan ko'ringlar. Hali ham like bosib qo'ygansiz, videodan like bosib qo'ygan ekan. O'g'lar, keyingi partiyasiga mana xudo xolisa yemni berib, usulini boqib oladigan eski to'xli qo'zi qo'chqorlar xudo xolisa. Anvar aka, so'an nechta bo'ladi aka? 22 ta. 22 dona. Bari qo'chqor, pichma axtasi yo'q. Qo'chqor. Lekin mana oyoq qo'li uzun, ammo haqiqiy boqadigan narsa ekan. Buni yosh oyliklari 7 oy, 8 oylik. 7-8 oylik atrofida o'tgangi to'g'li qo'zilarda endi bular ha. Mana o'tgangi to'g'li qo'zilardan. 2024 kechki qo'zilar. 2024 kechki qo'zilar. Barra qo'zi emas, sut qo'zi emas. Endi boyoy bosib dalaga qo'yib yuborib boqaman degan odam sizga tavsiya qilaman. Buni ham narxini yengil qo'yamiz aka, xudo xolasa. Yengil qo'yamiz. Olar 22 dona o'qib soni bo'lsa pichma axtasi yo'q ekan aka. Hammasi qo'chqor, pichma axtasi yo'q, lekin mana buni ham uzunligi ham zo'r ekan, qarang. Oyoq qo'li uzun. Yig'asi dalaga chiqib, yeb. Xudo xolasa. Uzunligi ham gap bo'lishi mumkin emas, lekin zo'r. Akalar, qo'llab-quvvatlab tursalar meni arzon yaxshi joylarni chiqarib olamiz qo'limizdan kelgancha. Anvarbek aka, buni yemoqchi garantiyasini nima deymiz? Ularga borganda bir haftaga garantiya. Bir haftaga bemalol sinov o'raslar o'g'lar. Lekin bor, qo'yni yemlayman degan aka-ukalarga tavsiya qilaman. Barra qo'zidan kattaroq to'qli variantdagi eski bet qo'ylar deyiladi bular biz tilda. Anvar aka, hammasini bir joyga olsin. Necha pullar qilib beramiz aka? Narxini bitta taxmin qilib ko'ring, siz ham bozorda yuribsiz. Mana barra qozini olyapsiz, eski betlar narxini bitta taxmin qilib ko'ring. Shu 3,5 nari beri. Yo'q, 3,5 emas, 3,5 pastroqda bitadi. Yo'q-yo'q, da pilishmiz tepani. 3,5 pastroqda bitadi. Hech puldan pastga 22 tasini bir joyga oldim uka deydigan odamga 33 dan beraveraman. 33 dan? Ha, 33 dan Samarqandgacha ketadi deydi. Anvar aka, bittaga bitaymi? 33 deshda oldi, 32 o'zimdan chiqib ketdi aka. Yarimi chiqdi aka, gap qilaylik. 32 dan bir joyga bo'lsa, o'tib ketisi yo'q. Samarqandgacha dastlabki ketdi. Alloh barakasini bersin. O'g'lan, imkoniyatdan foydalanib qolamiz. Shu bilan 200 ming so'mdan yaxshi qo'zg'ochlar olaman, yemlab boqaman degan aka-ukalarimizni tavsiya qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Olasizlar, bug'doy makkani qaynatib bemalol beraversa, tepalar ventilator qo'yib qo'yib, yaxshi daromadga olib kelaveramiz. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun yoritib berishga harakat qildim. Videolarda gap so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Bitta narsani takrorlab o'tib ketaman. Men tortishib o'tirmayman akalar. Bilasizlar, haligi bo'ladigan narxni gapirishadi. Sizlar vaqtlar ko'p olish kerak yo'q. Buni 4 million deb turib 500 ming o'ting, 300, 400 ming o'ting qilish kerak yo'q-da, o'g'lar. Ro'zona kunida tez ma'lumotni berish kerak. Hisoblaringiz to'g'ri kelsa, sekin telefon qilib, xudo xolasa xarid qilsalaring, biz shundan oson bo'ladi. O'g'lar, 3-partiyaga yana bundan ham yaxshilari bor ekan. Oxirigacha ko'rib turamiz. Keyingisiga mana ozgina. Anvar aka, so'an nechta bo'ladi? Bu yerda 9 dona. 9 bosh. 10-si ichkarida turibdi. 10-si ichkarida. O'sha yetganmi? O'shaga yetgan, shoxlar. Shoxi bor. Urol. Hurmatli obunachilar,
Videoni oxirigacha ko'rib turamiz. Xo'p, yosh o'yliq qanaqa aka buni? Bular 8 oy uni atrofida. 8 oy, 10 oy atrofidagi qo'zi qo'chqorlar. Bir kishinikida bu ham 10 ta. Dumbalar nima deyapti aka? Kunni olib bir xil deydi. Ikkasini olyapti, apparat buzib qolib, shunday qolib ketdi. Qolib ketdi. Ikkitasini olayotgan yerda shuna qolib ketdi. Xo'p akalar. Shuni gullarni olib ishlatib buni ham yengil bosib tashlaverasizlar. Bu Maza qilib partiyasi bu abdenni, u abdenni hammasini Ha, hammasini kelgan narxi addinligi uchun addinni qilib chiqarilyapti aka. Xo'p. Bularni ham yemoq ichmoqga bemalol. Yerga borgan kundan bir haftagacha garantiya. Bemalol bir haftagacha garantiyani olib qo'yasizlar, xudo xolasa o'g'lim. Aka, narxini necha pul deymiz? Narxini 4 million haligi nari beri yo'q. 3 million 700 ming so'mdan bo'lsa 10 tasi bir joyga bo'lsa ketdi bu ham. 3 million 700 ming so'm. 700 ming so'm. Ona 3 million 700 ming so'mdan mana 10 tasi bir joyga bo'lsa Samarqandga dasturkasi mutlaqo bepul qilib yetkazib beriladi. Telefon qilasizlar akalar, yana ham o'tib beradigan joyga. Ha, savdolashib hech kimda aytgani bo'lmaydi, nimaga to'g'rimi? Odamni yuzi issiq. Odamni yuzi telefon qilishadi, yana o'tib beriladi. Beradigan joyi bor ozginada. Mana bu oxirgi partiyamizda hammaga rahmat, chetgacha ko'rib, qo'llab-quvvatlagan uchun rahmat. Akalar, Ismoil Uz jamoasiga ko'p joydan rahmatlar kelyapti. Buni tagida sizlarning mehnatlaringiz, layklaringiz. Rahmat aytib ketdi. Shunday. O'zini ko'rmoqchi edim dedi, telefon qilsam telefonga tushib bo'lmadi. Xullas, gaplashilmadilar. Xudo xolasa. Ko'rmoqchi bo'ladi. Akalar, bizni niyat xolis, boshida o'sha o'zim aytgan gap bor. Maqsad hammaga yaxshi, chiroyli, sifatli, boqib foyda qiladigan, daromadga olib keladigan qo'ylarni chiqarib beraman qo'limdan kelgancha. Akalar, mehnatimizni munosib baholaysizlar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasiz, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar o'g'lim.